Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga qo'yilgan joyimiz Darital Urdu yonida bo'ladi. Toza 4 etajli domning 4-etajida tayyor kvartira sotuvga qo'yilyapti. 2 xonali. Shu Karuntuyak arkasidan kirib basangiz, ham stadion ham Daritalga yaqin o'rta masofada joylashgan toza domda bo'ladi. Esa 7 uyning eshon taraf bilan dons chiqsa. 4-etajimizga yetib keldik. Ko'rganingizdek, podyezdimiz yaxshi holatda, toza domda. Giraj xot eshiklarimiz ham yaxshi ajoyib ta'mir eshiklardan qo'yilgan. Bir giraj xotimiz oladi. Ko'rganingizdek, ajoyib keng tushgan patologlarimiz biik, natijanoydan chiqib turibdi. Xonalarimiz esa oqlanib turibdi. Shuningdek, ajoyib giraj xotimiz keng tushgan ekan. Bon tarafimizda oshxonasi bo'ladi. Oshxonamiz ham ajoyib bo'lib tushgan. Gaz, suv, svetdan umuman problemasi yo'q. Ko'rganingizdek, kotyollarimiz ham qo'yib o'tilgan. Gaz счетчиклari registrga tashab o'tilgan berimizdan, xolodilniklari bor. Gaz plita, kirmashin hamma uslugalarga ega. Ichon taraf eshiklarimiz ham yaxshi ajoyib MDF eshiklardan qo'yilgan ekan. Berimiz laminat bo'latilgan ekan. Keng tushgan xonamiz ham bemalol choy ichib o'tiradigan joy esa ham bo'ladi. Berimiz yotoqxonamiz bo'ladi. Yotoqxonamiz ham ajoyib keng holatda turibdi. Oyoqlarimiz tegi laminat bo'lar ekan. Oqlanib turibdi, depamiz natijnoy, bir avoy bosib olsangiz ajoyib uy bo'ladi. Registrlarimiz ham qo'yib o'tilgan. Akva eshiklardan qo'yilgan ekan balkon tarafimizga. Ko'rganingizdek, Daritali yonginasida banimiz shun bola stadion, ban tarafimizda esa Urdu institut Darital bo'ladi. Yaqinginasida toza domda o'rta podyezdda bo'ladi, skvoznoy 61 kvadrat metr 2 xonali kvartiramiz bo'ladi. Berimizda esa zalimiz joylashgan. Zalimiz ham patologlari gipsokardondan ishlanib, o'rtalari natijanoydan chiqib turibdi. Ko'rganingizdek, berimiz ham uzun keng tushgan, oqlanib turibdi. Analarimiz akfayna registrga qo'yib o'tilgan. Aytganimdek, skvoznoy bo'ladi kvartiramiz, salqingina bo'lib turibdi. Oyoq teglarimiz laminat pol ekan. Kvadrat metr 61 kvadrat metr. Berimizda esa sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz ham patologdan kafildan chiqib turibdi, ajoyib. Gaz, suv, svetdan problemasi yo'q aytganimdek. Mestas ham dum ajoyib mestada, hamma yeri o'ng'ay. Telefon nomer qoldirib o'tamiz mulk egasini ekranda. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Narxini videoda yozib o'tib ketamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.